Mana tekisligi sifatimizga javob beramiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Oqtoshdagi obyektimizdamiz. Bu yoq shamolli, namgarchilik, klimat, ob-havo bo'lgani uchun uy egalari bizani chaqirishdi. O'shanga biz utepleniya xizmatlarini tavsiya qildik. Bu obyektimizni orqa tarafini biz 5 qalinlikdagi 120 plotnostli bazalt bilan utepleniya qildik va 16 santimetrlik dyubel zontik qoqdik zanglamaydigan mixlari bilan. Va bir sloy armirovchini kley berib, ustidan 160 grammlik serpyanka setka berdik. Serpyanka ustidan yana bir sloy armirovchini kley bilan mana o'tdik va biz bu sifatini hozir tekshiramiz. Mana pulni uruvinga qo'yib turib, puli bilan tekshiramiz. Mana tekisligi sifatimizga javob beramiz. Va biri fasadda bir qismlari bo'lsa, bir qismlariga hamma joyiga sim tashab, uni chiroyli izolyatsiya qilib, yopib utepleniya qilib ketamiz. Obyektimizda rom qismlari keyinchalik qo'yiladigan bo'ldi. O'shani hisobiga biz mana откосni ayni shamol kiradigan joylarini mana bartaraf qilib, utepleniya qilib, откосni tayyor qilib berdik. Bu obyektimizning ikkinchi qismi orqa tarafi va sizlarga utepleniyani qanchalik mustahkamligini ko'rsatib beraman. Ishimizga javob beramiz. Bu namlarni ko'rib siz yupqa tortilgan deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, bu Oqtosh namgarchilik hudud bo'lgani uchun o'shaning uchun qurish qiyin bo'lyapti. Mana dyubel qismlari oxirgi quriydigan jarayonlarda dyubel qismlari bo'ladi. Bu hammasi quriganidan keyin yo'q bo'ladi. Bu ishni bitirganimizga endi 12 soat bo'ldi. Bu obyektimizning yon tarafi bu juda ham muhim qismi. Chunki ayni shamol, ayni sovuq, issiq uradigan tarafi. O'shani hisobiga mana montaj boshlash uchun biz lesa qismlarini quryapmiz. E'tibor qaratadigan joyingiz, bazaltni chiqarganmiz. Bu yog'iga sviaska bilan davom ettirish uchun hammasi qonun qoidasi, texnologiyasi bo'yicha ishlaymiz. Bu videoda biz utepleniya jarayonini ko'rsatdik va sifatini o'zingiz kuzatdingiz. Bu obyektimizda hali ish jarayonlari tugamadi. Bitgan holatini keyingi videolarda ko'rsatamiz. Sizning obyektingizga ishonchli va sifatli utepleniya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing.